Ko'p haydovchilar aytadi-da, yukni Telegramdan o'zim tez topib olaman deydi. Rostdanmi? Keling tan olamiz. Telegramda qanaqa bo'ladi? Sekundiga minglab yuklar aylanayotadi. Odatda bitta yukni yuzlab odamlar ham joylashi mumkin. Qaysi biri haqiqiy, qaysi biri o'rtakash bilish qiyin. Bundan tashqari, bozor katta. Siz turgan joyda boshqa yaxshiroq yuk bo'lsa-chi, minglab soобщенияni ichida o'tkazib olgan bo'lsangiz-chi. Siz esa oltinga teng vaqtingizni yuk izlashga yo'qotasiz. SP Cargo'da esa hammasi boshqacha. Dublikatlar yo'q. Yuklar tartib bilan, filtrlar turibdi. Va eng qulay radius bo'yicha qidirish imkoniyati bor. Qaysi joyda turgan bo'lsangiz, atrofingizdagi yuklarni ko'rasiz. Yukni soatlab izlash endi shart emas. SP Cargo'ga kiring va yaqindagi yuklaringizni darrov ko'rib tanlab oling.